Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Black MC kanali qarshingizda Humoyun. Do'stlar, bugun anchadan beri men yo'q bo'lib ketdim YouTube'da. Buning o'ziga sabablari bor. Aniqroq YouTube'ga video qo'yishda erinayapman. Bu oddiy emas. Endi ta'til boshlandi. Menimcha endi videolar qo'yishga erinmasam kerak. Endi bugungi videoda biz One Chunk o'ynaymiz. Hozir bu qanaqa bo'lishini tushuntirib beraman do'stlar. Unday bo'lsa videoga qani boshladik. Do'stlar, bunda biz One Chunk, ya'ni aniqrog'i bu yerda mana bunday bo'ladi. Hozir men mana bu biyomda paydo bo'lganman. Bu qaysi biyomligini ham bilmayman. Bu har xil biyom bor va pastdan har bir qaziganda har xil bloklar chiqadi. Pastda eshitishimcha, ya'ni endi olib boruvchi portal bor. Ajdahoni oldiga biz maqsadimiz o'sha portalda sakrash bo'ladi. Hozir do'stlar, sizlarga qanday bo'lishini ko'rsatib beraman. Mana. Va u pastda portal ham bor. Biz Keep Inventory'ga o'qib qo'ysak, albatta yaxshiroq bo'lardi. To'g'ri, bu cheaterlik emas, hamma biladi. Keep Inventory'ga yoqqan hammaga foydaga kiradi. Bo'ldi. Ana endi. Buni ochib ko'rsak, hop. Sabzi va bular menimcha ekamiz. Mayli, bular turib tursa qolsin. Eksak foydaga kiramiz, lekin undan oldin daraxtlarni tozalab olishimiz kerak. Nega e'tibor bermaymiz, qaziymiz. Bu yerda ovqat cheksiz bo'ladi, chunki pastda somon bloklari bor. Ovqatdan o'tirolmasak ham bo'ladi, pastda nether. Bu juda ham qiyin bo'ladi lekin deb o'ylayapman. Qani sindirib ko'ramiz. Netherga ham borishimiz kerak, menimcha. Shunday. Netherga ham borib ender pearl'lar olishimiz kerak. Ender pearl emas, menimcha endermenlar paydo bo'lmasa kerak yoki paydo bo'ladi. Lekin bu yerlarda yotib qo'yishimiz kerak. Menimcha bo'ldi. Hop. Yerlarni tozalab olamiz. Bo'ladi. Endi keraksiz gullarni tashlab yuboramiz. Men qiz bola emasman. Bularni tashlab yuboramiz. Bittasini olib qolamiz, hech bo'lmasa rangi. Kravatimizni olamiz. Yetadi. Buni bunga solib qo'ysak, taraf o'zidan o'zi yo'q bo'lishni boshlayapti. Bu juda ham yaxshi. Biz endi hammasini rejalashtirishimiz kerak. Birinchi navbatda bu yerda biz cheksiz suv qilib qo'yamiz. Bu yerda cheksiz suv bo'ladi, albatta hozir emas, keyinroq, lekin baribir bo'ladi. Hozirda mening maqsadim bu mayli. Pastga tushib olaylik. Nega bunday qilyapsan deganlar diqqatiga, men bu yerda aylana yo'l qilmoqchiman, ya'ni aylana tushish. Bu qanday ko'rinadi? Mana bunday mana. Ko'mir o'zi singan ekan. Yoki kimdir sindirgan yoki men o'zim sindirganman. Bu yerga ham qo'yib ko'mirni ham sindirib olamiz. Mana shunday dumaloq yo'l bo'ladi. Mana. Borgan sari narsalar chiqib boraveradi. Yo'ldan bittagina yo'l ochib qo'yamiz, albatta. Men endi bittadan hammasi shuning uchun mayli. Do'stlar, kayfiyatlaring qanday? Qiynalib qolmayapsizlarmi? Yozgi ta'til ham boshlandi. Bu maroqli albatta. Albatta bu yerda mana shuni ko'rsatmoqchi edim. Yangi qurollar ham bor. Mana qaranglar, damage 9 yotibdi.
yangi modda kuchida do'stlar. Kim mana shunaqa mod kimga kerak bo'lyapti? Buni qayerdan topishni aytmayman, chunki o'zim ham adashib topib qo'yganman. Aniqsa ko'chirsak yaxshi edi. Mayli. Endi biz bu qurollardan birini yasashimiz kerak. Albatta. Bularni albatta hozir yasolmaymiz. Bular juda balkim temirlarga yasolarmiz. Temir blok. Bu juda ham oson. Bularga keyinroq harakat qilib ko'ramiz. Hozir bo'lsa konga tushishni boshlaymiz. Yana temirim ham bor ekan. Toshim. Eshik nimaga kerak deganlar diqqatiga hozir tushirib beraman. Olib olsak bo'ldi, ketdik. Bu yerda qishloqlar bor. Qishloqlar ham bizga ancha foydaga keladi. Eshik oz ko'rsataman. Mana. Ya'ni biz bu yoqqa qazilab ketaveramiz. Bu eshik bo'lsa bu yerda turadi. Bu tosh va ko'mir olish uchun. Boshqa joylar qaziy olmaymiz. Masalan, biz tartibimiz buzilib ketadi. Shu sababdan ham. Opa, biz ham chiqishda boshlabdi. Bu juda yaxshi. Buni pasti suv ekan. Oy, bu juda ham yomon. Nega yomon? Sababi suv. Mana. Chunki hali bizlarda temir yo'q va suvda ola olmaymiz. Va tun ham tushyapti. Qayerda uxlaymiz? To'g'rimi? Bu yerda o'zi mana bu yerda ham bo'lmaslik kerak va amayli. Ozgina xato ketdi. Bu yerda endi mana bu yerda kattagina uycha qilib qo'ysak ham yetadi. Yer osti yo'lagi. Yo'lagi emas, bu yerda ko'mir va tosh qazilaymiz. Kerakli bloklar. Tegina fakelni qo'yamiz. Bu yerda menimcha qazilash bilan o'tib ketadi. Menda video olish vaqti cheklangan. Bu nimagaligini bilmadim. Do'stlar, agar sizlarga horror video kerak bo'lsa, yozib qoldiringlar. Men horror let's playlar ham olaman. Tashqarida yomg'ir yog'ishni boshlabdi, ovoz eshitilyapti va shaderga ham baho beringlar. Shaderni oldin ham qo'llaganman. Chaqmoqlar chalayotibdi. Bu meni qo'rqita olmaydi. Va yetadi. Bular do'stlar yetadi. Bu yer ancha kattagina bo'lib qoldi. Va tepani yorishimiz kerak. Bo'lmasa baxluqlar chiqishi mumkin. Yasaymiz albatta. 8 ta yetadi. Bu yerga va bu yerga bitta qo'ysak bo'ladi. Evet. Bu yerga emas, bu yerga. Bo'ladi do'stlar. Hamma joy yorug' bo'ldi. Ana endi pechka yasashimiz kerak. Pechka. Qoch. O'lib ketadi. Ana bu ikkita pechka nimaga kerakligini o'zim bilmayman. Yomon tugashimiz kerak bo'ladi. Bular ham paydo bo'ladi. Hozir menimcha mana bularni bloklarni yo'q. Mayli, tursin ket. Endi biz yog'och qilamiz. Yog'och. Menga ko'proq yog'ochlar kerak. Juda ham ko'p.
do'stlar. Kim futbol menga o'xshab futbolda ishqibozi bo'lsa va futbolni yaxshi ko'rsa, kanalga like bosib qo'ysa va kommentariyada yozib qo'yinglar va albatta video chiqmaganligi uchun kanalda albatta kommentariyalarda Humoyun Erinchoq deb yozib qo'yamiz. Agar kim yozsa, o'shanga like bosaman. Yozinglar do'stlar. Taqqoslasak, menimcha dasamon bloklar chiqadi. Bu hammani olib qo'yishimiz kerak. Pastlarga tushish men uncha yo'q. Bizlarga men bunday ajoyib uy qurmoqchiman. Bu uy dekoratsiyalarini o'zim YouTube'lardan ko'rib qidirganman va ko'rib olasizlar. Videoni montajiga ham juda ham ko'p vaqt ketadi. Albatta o'tgan safargi videodagi xatoliklar uchun uzr so'rayman. Juda ham ko'p bo'lib ketgan va hamda judayam montaji ko'pligi uchun men qiynalganim uchun kam chiqaryapman videolarni. Shuning uchun shunchalik ko'p qiynalganim uchun videoga like bosib qo'ysak arziydi do'stlar. Tashqariga chiqib olsak va bundan biz olamiz. Hozir do'stlar, bir minut yog'och yasab olishimiz kerak. Yog'och bizlarga kerak. Sandiqqa oba. Ana endi menimcha deb o'ylayapman, yangi qurolni yasashimiz kerak. Bu qurollarni upgrade qilingan narsa menimcha. O'zim bu modda hali o'rganganim yo'q. Uncha o'rganish niyatim ham yo'q. O'rganish niyatim bor endi. Opa. Va chuqurroqga tushishimiz kerak. Bu qurollarni yasayman. Qachonki temir topsam. Temir. Böyle suv qilishimiz kerak. Hali ishlarimiz ko'p do'stlar. Ko'proq yog'och olaverak. Men albatta bitta narsa qilmoqchi edim. Bo'lsa zinapoya yasash. Nimaga zinapoya kerak deydiganlar diqqatiga. Albatta bu yerga emas, mana bu yerlarga. Buradan chiqib bo'lmayapti, nimaga tramlaydi. Bu pasi suv. Ko'ramizmi? Yo'ldan ovqat qilsak bo'ladi. Hop. Yana jamoq. Bu pasi qum ekan, menimcha suvdan tozalab chiqishimiz kerak. Albatta men bularni qo'lda sindiryapman. Va